ozduruvchi malham ko'pincha erkak kishilarda hozirgi davrga kelib fast food, boshqa ya'ni parapartish ovqatlanish natijasida kelib chiqayotgan semirishlar bo'ladi hammada. Bittalarda esa ovqatlanish rejimi buzilgan bo'lsa va uyqusizlik va charchoq alomatlari, kechasi masalan 10 dan keyin uxlaydigan odamlarda ko'pincha ovqat yeb yotadi va shundagina semirish holatlari kuzatiladi. Xo'p, ozduruvchi malham 100% hamma ko'rsatayotgan ushbu nutrientlarimiz hammasi 100% hisoblanadi. 100% tabiiy nutrient. Sizda masalan o'sha semirib, ya'ni ozolmayotgan bo'lsangiz, qanchadan qancha dori, masalan gormonal dori yoki kimyoviy dorilar qabul qilib ham yoki parhez qilib ham ozolmayotgan bo'lsangiz, ushbu dorimizni, ya'ni ushbu nutrientimizni tavsiya etamiz. O'sha parhez davomida ushbu nutrientimizni qabul qilib ketsangiz bo'ladi.